Barchaga assalomu alaykum va bugun sizlar bilan men hayotimdagi birinchi Visa Fashion Week'imga Get Ready With Me qilamiz. Ko'rib turganingizdek, zasnovi yozgi ko'ylakchamni oldim va albatta bunda sovqotib qolmasligi uchun buni hozir stilizovat qilamiz. Avvallari odamlar menga bu kiyimimni olganimga ancha bo'ldi, lekin haligacha etiketkasi turibdi desa agar men hayron qolardim, chunki men olgan kiyimimni shu zahotiyoq kiyishga harakat qilaman. Lekin aynan shu ko'ylak uchun ideal fursat hech topilmadi. Va albatta bu ko'ylakda hech qatimiz ko'rinmasligi uchun tagidan shortik kiyamiz. Qaytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki aynan keyingi videoda men Visa Fashion Week'dan vlog qo'yib o'z taassurotlarim bilan bo'lishaman. Va hozir shu yerda bitta zo'r layfhack ko'rsaman, faqat hech kim bilmasin. Agar uzun golfikingiz bo'lmasa, agar oddiy naskilarni kesib shunaqa vizualni golfik yasab olsangiz bo'ladi. Va aynan shu elementni men uzun sapakilar hamda kalta ko'ylaklar bilan tavsiya qilardim. Oyog'ingizni ko'p qismi yopiq bo'lgani sababli proporsiyalaringiz to'g'ri bo'ladi. To'g'risi, menga bunaqa возможность tushganda men juda ham xursandman, chunki aynan Visa Fashion Week'da hech qayerda ko'rmagan ekstraordinarniy obrazlarni ko'rsangiz bo'ladi. Va albatta ijodkor odam uchun bu katta bir ilhom paridir. E'tiboringiz uchun rahmat.